Berniliklar ko'rsin bu videoni. Bilan oladigan to'yxona aparatura kirgizmaymiz deb. Ichida turgan aparatura musor, men bilaman. Musor aparatura. U bilan qo'shiq aytib qo'ymaydi. Lekin bugun aparaturachi borsa, ko'chadan kirgizmaydi. Ey maqara, kimsizlar ko'chadan kirgizmay. Arenda pulingni xalq berib o'tiribdi senga. Kimsa o'lingdan kelsa to'yxona qur. Bo'lmasa aparaturani joyiga qo'yib qo'y. Normalni qilib. Men ham xudo xolasa yaqinda ochaman to'yxona. Ko'rasizlar qanaqa bo'lishini, aparatura qanaqa bo'lish kerak, odam boshiga vat qanaqa bo'lish kerak, vat nimaligini tushunmaysizlar, san'at nimaligini, akustika nimaligini tushunmay to'yxona qurib tashladilaringda endi xalq arenda pulini bersa, anutga bir 3000 dollarlik, 4000 dollarlik aparatura qo'yib qo'ysan, 62 ming dollarga aparatura gaplashganman to'yxonamga. Sifat quloqni og'ritmaydiganidan. Yana 4000 dollarlik aparaturangni ustiga aparatura qo'shaylik desa, o'zlaringcha kirgizmaymiz, u yo'q deb kimsizlar o'zsizlar. Kirgizmaymiz aparaturani deb. Undan keyin yana bir gap. Nima uchun mana shu qurilib turgan aparaturaga kelgan artistlar pul berish kerak? Nima uchun? Bu to'yxona ma'muriyatiga qarashli bu. Aparatura ham, monitori ham, ichidagi konditsioneri ham, bunga hammasiga o'sha xalq arenda to'lab bo'lgan. Uni hofizlardan yoki yana bir narsadan, ha nimamish, pulini to'lasang monitor qo'shaman. Animamish pulini to'lasang konditsioner qo'shaman. Bu qanaqa gap bu? Xalq issiqda o'tirsinmi? Xalq salqinda o'tirsinmi? Nima qilsin endi? Sovuqda o'tirsinmi xalq? Men tushunmayapman sizlarni. Bu nagli yeyishmi bu? Nima bu? Mana xudo xolasa to'yxonani ochaman tez ora. Ko'rasizlar. To'la degan narsa yo'q. Aparaturaga pul to'la, monitorni o'chirib qo'y. Nima u sharmanda monitorni o'chirib qo'ygan? Qayerda bor u? To'q ketadimi, nima ketadi? Arendani olib turibsizlar-ku, bo'ldi-ku. Nima kerak bor uni? Yana pul olaverib. Kerak emas.